Kim ekvatorni 2 marta kesib o'tib, O'zbek Magellani nomini olgan? Hamidulla Hasan. To'g'ri, bularga. Qadimgi toshdan yasalgan mehnat qurollari qanday nomlangan? Tosh anaqa emasmi? Tosh qurollar. Tosh qurollar, to'g'ri, ularga. Chopperlar, tosh qurollar deyiladi, to'g'ri. Qaysi materik qirg'oqlarini 3 ta okean suvlari yuvib turadi? Shimoliy Amerika. To'g'ri, ularga. Hali o'ylashga nima qilmayapsiz? Hozir xarita va globuslarni qoplagan katakchalar nima deyiladi? Daraja to'g'ri. Daraja to'g'ri, siz kechikdingiz. Yorug'lik bir nuqtadan ikkinchi muhitga o'tganda o'z yo'nalishini o'zgartiradimi yoki yo'qmi? O'zgartiradi. To'g'ri, bularga. Siz kechikdingiz. Endi aytmoqchi. Alisher Navoiyning ustozi kim edi? 9 yoshida g'azalini eshitib. Yo'q, ustoz bo'lmagan. Aytyapti. Bo'ldi, kommentga yozib ketishadi. Lutfiy ustoz bo'lganmi yoki Abdurahmon Jomiy ustoz bo'lganmi? Biz tomoshabinlar bilan tortishib qoldik. Xo'p, yer yuzida nechta eng yirik seysmik mintaqa mavjud? 7 ta. 7. 2 ta. 2 ta, to'g'ri, bularga.